Men oldinlari bizni bostirib bosishiga yoki uyquda qanaqadir jin bosishiga unchalik ham ishonmas edim. O'zimda ham bu holat juda ko'p bo'lardi, faqat men u narsani bilimga yo'yar edim va uyqu falaji bo'lsa kerak deb o'ylardim. Toki o'sha kungacha. Ramazon oyini boshlanishidan bir haftacha oldin edi. O'sha kuni uyqum kelmasdan soat 2:30-3 gacha telefon o'ynab yotdim. Keyin tashqariga chiqib keldim va xonamni eshigini qulflab uxlashga yotdim. Yarim uyqu holatida edim, ya'ni uxlamasdan shunaqa paytda edim. Birdan xonamning eshigi ochildi. Keyin eshikdan sudralib kimdir kirdi. Men yan tarafga qarab yotdim. Turib ketishga uspet qilmadim, meni bosib oldi. Shu bilan ovozim chiqmay qoldi, qimirlay olmay qoldim va ishimda kalima qaytarishni boshladim. Lekin umuman qo'rqmadim. Naborot qiziqdim va ko'zimni ochib ko'rishga harakat qildim. Yan tarafga qarab yotganim uchun bor kuchim bilan ko'zimni ochdim, yarimta. To'g'rimda yerda pakana junli hayvon desa hayvon emas, inson desa inson emas, lekin ko'zi qip-qizil bo'lib yonib turgan bir narsa menga qarab turganini ko'rdim. Uni ustimda turgan narsa ham tinmasdan qulog'imga pichirlayapti, qanaqadir tilda, arabchaga o'xshaydigan qanaqadir tilda qulog'imga tinmasdan shivirlayapti. Telefonim yonimda yotuvdi. Bor kuchim bilan harakat qilib telefonimni oldim qo'limga. Oldim, lekin ekranni bosdim. Ekrani umuman bosilmadi. Ekrani yonmadi. Bu narsa juda ko'p vaqt davom etdi. Men ko'zimni ochyapman, yumyapman. To'g'rimdagi narsa yo'qolmayapti. Ustimdagi turgan, meni bosib olgan narsa ham ketmayapti. Qulog'imga tinmasdan pichirlayapti bu narsalar deb. Men tinmasdan kalima qaytaryapman va nihoyat to'xtadi va ko'zimni katta-katta ochdim. Ochganimda xonam yop-yorug', tong otgandi. Soatga qaraganda soat 8 bo'lgan ekan ertalabki. Shundan keyin shu narsaga to'lig'icha ishondim, sababi men o'sha kuni yarim kechasi tashqariga chiqdim va u narsani o'zim bilan birga olib kirdim xonamga deb o'yladim.